Urug' analizi, ya'ni spermogramma topshirdingiz, lekin sizga urug'ing 0 ekan degan xulosa berishdi. Bu holat fanda azospermiya deyiladi, ya'ni o'sha topshirgan urug' suyuqligini mikroskopda ko'rilganda bir dona ham urug' hujayra topilmaydi. Bunaqa vaziyatda ba'zi bir shifokorlar bemorlarga sen farzandli bo'la olmaysan, senda urug' yo'q ekan degan xulosani berishadi. Lekin hozirgi zamonaviy tibbiyotda yordamchi reproduktiv texnologiyalar kirganligi sababli hatto urug' 0 holatda ham farzandli bo'lish mumkin. Bunda azospermiya holatini qaysi turiga qarab bemor tabiiy yoki eko yordamida farzandli bo'la oladi. Buni albatta qo'shimcha tekshiruvlar tekshiribgina aniqlash mumkin. Buning uchun siz agar urug' 0 holatda bo'lsa, albatta androlog shifokorga murojaat qilishingiz kerak. U shifokor sizga qo'shimcha tekshiruvlardan so'ng xulosa qiladi. Albatta umidsizlikka tushmang, urug' 0 holatda ham farzandli bo'lish mumkin. Agar sizda shunday muammolar bo'lsa, raqam qoldiramiz, bizga murojaat qiling, eng zamonaviy yondashuv asosida sizga yordam beramiz.